kelib bugungi sotuvimizda BYD Champion restoring varianti rulidan bilib olsanglar bo'ladi. Ichiga keladigan bo'lsa, olib kelib buni fioletoviy koja bilan молочный rang koja ishlatilgan premium kачествоda. Bu mashinani bilganlar biladi, qanaqa mashinaligini, o'zbeklarning ko'ngliga juda ham yaxshi o'tirgan. BYDning kачествосini ham bilasizlar. Orqasiga keladigan bo'lsa, ko'rdinglar orqasini. Katta mashinaga katta bagaj yarashadi. Bu mashina ham bagaji ancha katta. Mana bu yerda nishalari bor. Melish narsaligi. Ko'rdinglar bagajini elektronnik polностью. Bu mashinani bilgan biladi, bu mashina qanaqa mashinaligini. Diskalari ham yangicha diskada. Polностью 360 kameradan tortib, qo'ygan hamma narsasigacha ham bor. Eng fulli faqat bu elektronlisi gibrid emas. Bundan qorasi ham bor, gibridi ham bor. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, polностью informatsiyalar beriladi. Bu restoring varianti 31 ming, 32 mingga sotilyapti. Bizada 30 mingga berib yuboriladi. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, polностью informatsiya beriladi.